Bu dunyoda odam qo'li bilan yaratilgan barcha narsalar insoniyat manfaati uchundir. Hatto shunday kasb egalari borki, ularning bilim va mehnatlari butun boshli oilalar va jamiyatlarning tinch, osuda, shinam va qulay, xotirjam va baxtli hayot kechirishlari uchun zarur. Ular qo'li bilan barpo etilgan binolar butun umr bir necha avlodlarni o'z bag'riga olib, ular bilan uzoq yillar yashaydi. O'z kasbini mukammal egallagan, inson hayoti deb atalmish buyuk ne'matning ham qadrini chuqur anglagan quruvchilar yuksak mas'uliyatni qalbdan his qilib, har bir g'ishtni mehr bilan qorgan loy ustiga teradilar. Maroqand City kompaniyasi tomonidan Samarqand tumanida qurilayotgan 9 dan 12 qavatgacha bo'lgan zamonaviy liftlar bilan jihozlangan ko'p qavatli binolardan tashkil topgan butun boshli shaharcha ham ana shunday o'z ishining mutaxassislari tomonidan qurilmoqda. Aziz hamyurtlar, sizlarga Maroqand City ko'p qavatli uy-joylari sotuv bo'limi o'z ishini boshlaganini e'lon qilamiz. Samarqand tumani Qarshi krugi Yangi bozor yaqinida joylashgan sotuv bo'limimizga tashrif buyurib, o'zingizga qulay sharoitlar asosida bir xonadan 5 xonagacha bo'lgan sifatli ta'mirlangan xonadonlarni xarid qilishingiz mumkin. Maroqand City majmuasida bir-biridan chiroyli, shinam va qulay, eng asosiysi mustahkam va sifatli ko'p qavatli uy-joylardan tashqari bolalar maydonchalari, avtoturargohlar, dam olish maskanlari va ko'kalamzorlashtirilgan maydonlar ham siz azizlarning farovon hayotingiz uchun xizmat qiladi. Maroqand City, farovon hayot maskani.